Yangi mashina olibsan-a? Biz ham Botir akam bilan shu yangi mashina olishni rejalashtiryapmiz. Ha bu yangi uy ham olgan. Rosa omadi keldi-da, shuni ichimizda. Rosa omad keldi. Menga ham shunaqa omad kelganda. Ha, omad. Bandali o'rta, sabr tilayman. Seni foyda degani bo'lsa yo'qmi? Ana qo'shnining bolasini qara. Ham o'qiydi. Ham ishlaydi. Seni yurishingni qara. Uyga pul olib kiradi u. Bo'ldi, xullas ishdan bo'shading. Necha kundan beri kelganing yo'q. Bittasan emas onasi yurgan. Mana qolganlar ham yashab yuribdi. Ishlab topgan haqqimchi? U pulni olginda yo'qol bu yerdan. O'rtoqlar, hammani guvohligida men Oyxonni qo'lini so'ramoqchiman. Oyxon, menga turmushga chiqishga rozimisan? Roziman. Bizni suratga olib qo'y. Bolam, bir narsani har doim yodingda tut. Hammasi tugadi deb o'ylaganingda endi boshlangan bo'ladi aslida.